Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. 24-dekabr kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.052 so'm 33 tiyin bo'lib 41 so'm 90 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 14.213 so'm 31 tiyin bo'lib 125 so'm 8 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 153 so'm 71 tiyin bo'lib 2 so'm 46 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 23 so'm 63 tiyin bo'lib 32 tiyinga qimmatladi. 1 qirg'iz so'mi 137 so'm 78 tiyin bo'lib 48 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba pultop.uz kanali.